Shuni to'lashim kerak, yashash esdan chiqib ketib qoldi. Bundoq chiqib parklarga borib, bitta kitob o'qib, farzandlar bilan bir yig'ilib, misol uchun shashila qilib, bir qanaqadir bir yashamayapti insonlar. Slishkim men bu gonka, hayot gonkasida men undan o'taman, men undan o'tishim kerak, buni qilishim kerak, kredit yopishim, yana kattasini olishim kerak. Bir-birini shapkasiga kiygizib, vohima bilan bundoq qarasa, kirib qoldim. Yana bundoq yashab, kirib qoldim bilan. Yana bundoq boy bilan 50 ga kirib qoldim. Tuzlashda navara bilan. O'zi ham menimcha gemoroy orqasida bel ishlamaydi, ovqat yaxshi hazm qilmayapti. Biznes jalab, keyin o'tirib o'yladi, voy men hayotim o'zi shunaqa poygaga o'tkazib yuboribman. Birovdan o'taman debman, undan o'taman debman. Nimaga o'z halovatim uchun yashamadim deb keyin o'ylanib qolar ekansiz. Borib shunga kelar ekansiz baribir. Lekin siz baribir bu gaplarni quruq gap bo'lib qolib ketadi. Hozir jonli efir o'chadi. Yana hamma shu hayot poygasi bilan ovora. Davay ishlash kerak, kredit olish kerak, Matisini spark qilishim kerak, ko'p qiynashim kerak, sog'lig'i berishim kerak, ayvo 16dan 17 qilishim kerak. Odamlar nima deydi? Unda mashinaga erishmagan bo'laman-ku. Voy birazga erishmasang nima endi? Kimga nima u? Erishsang nima, erishmasang nima? Vaqtida ota-onangning ovqatini ber, xizmatini qil, oyog'ini yuv, farzandlaringga yaxshi tarbiya ber. Mana sendan keyin yashaydigan narsa bu albatta farzandlar.